Assalomu alaykum. Ushbu videoni mashina boshqaruv vaqtida tomosha qilmasliklarini iltimos qilaman. Haydovchilar bilmagan narsalardan bittasi trak bilan bog'liq bo'lgan holatda timestamp degan bitta programma app bor. Mana shu appdan foydalanishni men hammaga tavsiya qilaman. Hozir birinchi appni ko'rsatib beraman va nima uchunligini tushuntirib beraman. Mana masalan, mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunaqa app bor. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana timestamp degan. Mana shuni men hozir bosaman, mana. Bosdim. Salimdor olib kelganda mana. Aytaylik, mana balonni rasmga olaman. Salimdordan. Hozir mana balonni rasmga olayotgan paytimda qachon rasmga olingani? Oktyabr 15, 2025-yil soat 12:30 da manzili falon manzilda rasmga olayotgani ko'rinyapti. Bu rasmga ham olsa bo'ladi, videoga ham olsa bo'ladi. Mana bunaqa joyda mana yonida video oladigan joyi ham bor. Mana. Ham videoga olsa bo'ladi, ham rasmga olsa bo'ladi. Endi shu haqida men gapirmoqchi bo'lgan narsam. Haydovchilar bilan bog'liq juda ko'p bo'lgan narsalardan bittasi trakini olgandan keyin rasmga oladi, lekin o'sha rasmni qayerda olgani ma'lum emas. Ya'ni trak bilan bog'liq bo'lgan hamma rasmlarni, treyler bilan bog'liq bo'lgan hamma rasmlarni timestamp degan mana shu app bilan olishni men tavsiya qilaman. Birinchi trakka olishdan oldin rasmga olgandan keyin keyinchalik mana shu trakni qoldirayotgan, topshirayotgan paytida shuni haydovchi qilgan deb kompaniya haydovchidan ayblab qo'yishi mumkin. Shunday holat bo'lmasligi uchun mana shu trakni yoki treylerni olishimdan oldin mana men falon kun olganman, falon manzilda olganman, mana isboti deb ko'rsatib berish uchun. Bundan tashqari, agar yuk tushirgani kelganda, agar yuk nima qilgan bo'lsa yoki birorta avtohalokat bo'lib qoldi, o'sha paytda rasmga yoki videoga olganda ham doim mana shu timestamp bilan rasmga olishni tavsiya qilaman. Isbotlab berish uchun. Ya'ni o'sha manzilda bo'lgani, qachon bo'lgani va qanaqa holatda bo'lgani. Bundan tashqari mana haydovchilarda bo'layotgan muammolardan bittasi ustaxonaga trakini qoldirib ketgandan keyin bir necha kundan keyin qaytib kelganda keyin bilib qolganki, balonni boshqa balon bo'lib qolgan. Ya'ni mana bu balon, aytaylik, Bridgestone degan balon, aytaylik, endi yoki Michelin degan balon ham bor. Ba'zi noinsof ustaxonalar yoki kimlardir o'sha o'zini Xitoy yoki boshqa balonni arzonroq yoki balonlarini qo'yib o'rniga yaxshi balonni olib olish ehtimollari bor. Nomini aytib o'tirmayman, qaysi ustaxona, lekin har bir odam o'zini o'sha isbotlab bersa, mana men qoldirganimda balonim mana bunaqa balon edi yoki bo'lmasam fari mana bunaqa holatda, mana o'zimizda ham bo'lgan holat, ustaxonaga olib kirgan, ozgina vaqtdan keyin farasi singan holatda ustalar qaytarib berishgan va ular biz bilmaymiz, shunaqa edi o'zi deb aytishgan. Ya'ni ustaxonaga qoldiradigan bo'lsa yoki biror joy qoldiradigan bo'lsa, doim timestamp bilan rasmga olsa, o'shanda isbotlab berish juda ham oson bo'ladi. Men qoldirganimda, olganimda shunaqa holat edi. Eng muhimi balonlar. Ya'ni treyler baloni yorilib qolishi yoki boshqa bo'lib qolishi, shularni ham men tavsiya qilaman. Bilmagan haydovchilar doim timestamp app bilan rasmga olinglar. Shunda mana shu olishdan oldin, ya'ni trakki, treyler yoki balonni holati olishdan oldin shunaqa holatda edi va keyinchalik qoldirganingizda yana rasmga olib turib, mana men qoldirganimda bunaqa holatda edi. Balon o'zgarib qoladimi, almashib qoladimi, boshqa o'g'irlab olib ketiladimi? Har doim mana shu rasmlarni ko'rsatib, aybsizliklarni isbotlasa bo'ladi. Shuni tavsiya qilaman, bilmaganlarga ulashib qo'yishlarini iltimos qilaman.